Molim yo'q, sen o'g'irlagansan. Men o'g'irlagam yo'q deyapman-ku. Meldosa, sen o'g'irlagansan deyapman. Ha, men o'g'irladim. Nimani o'g'irlagansan? O'zing o'g'irla deyapsan-ku. Men senga. Nima so'zlayapsan? Sen nima uryapsan? Xo'jayin, qaynotangiz keldilar. Berkan, bu qaynotani deb yashab bo'lmayapti. Nima kerak bor meni ishimga aralashib? Xos keladi chizilgan mo'ylov bilan. Nima o'zillar? Deb, mechucha qorin bilan. Qaynotam ishini. Dengiz mushugi. Xos kutib olishim kerak. Mo'ylovda shottamidi? Ha, shi deydi. Ha, dachi. Bug'aning bo'p bo'luvdi. O'tvorlaring shuni. Chidolmaysan-da. Chidolaymi? Bizlar bor-ku, birimizga umuman to'g'ri kelmaymiz. To'g'ri kelamiz. Qishloq sharoitda chidolasanman. Chidolaymi? Sud bo'lmaydi, pashi chaqadi. Umuman shahar kelish umuman tasavvur ham qilma. Yasholaymi? Mol boqalasanmi? Boqaman. Tap qila olasanmi? Qilaman. Bu balki nimanidir plan qilyapti-da, tushni. Ota yinamiz bilan birga yashaymiz, bir umr rozisanmi? Roziman. Aniq bu men uchun emas, tushni. Bu yinog'ir bolasi nimanidir plan qilyapti, aniq. Ye. Ha, basharang burishtirasanmi? Ronaldodan kutdingmi? Ronaldodan Messiga minib, meni bir taraf chiroyimga to'g'ri kelmay, tushundingmi? Tushunmadim. Meni Face'imga umuman boshqa odam kutuvdim. Seni bu Face'ingga borki, mendan boshqa hech kim kutma. Sizni oldingizda men bu vertolyotdan funi ko'ryapti. Mayli, Miamigacha tashlab qo'yarsiz. Miamiga emas, Momandikigacha tashlab qo'yaman. Jur. Darde majnun nadan Layla bevafo rafti haspesh mein kardi ishqam Uyg'on. Ronaldo. Qanaqa Ronaldo? Oyjon, nima ovqatni yaxshi ko'rasiz? O'zingizchi kelin. Mastava. Mana qizim tayyorlab qo'yganmi? Oyjon, oyimlarnikiga borib kelsam maylimi? Yo'q, bormaysiz. Nega oyjon? Chunki o'g'limni o'zi borib qo'yasiz. Yelkamga shamol tegib qopti. Kelamiz. Kirli ham to'planib ketgandir. Yo'q, bo'ldim qizim. O'g'limga qarashim kerak. Sochimni quritishim kerak. Men o'zim quritib qo'yaman. Yo'q, oyjon. Yo'q. Qizim, 7-chuyizni ko'rib oldingizmi? Assalomu alaykum akajon. Assalomu alaykum akam. Charchab qolmadingizmi aka oyoqlaringizdan? Kecha, voy, aka, paypoq palta-ku. Voy, akamga yarashaveradi akamga. Qay bo'lib qopti aka? Akajon, xush kelibsiz. O'zim yopaman aka, o'zim yopaman. Alimardon aka, charchab qolmadingizmi? Qanaqa Alimardon? Voy, uzr. Alimardon Xo'jajon Bekjon aka. Kastimlar shirashgani qarang. Voy, men bu kelaymi sochlarim? Voy, qoraydi-ku. Ayani kelaymi? Alimardon aka. Alimardon, charchab qolmadingizmi? Alimardon aka. Ana bola qani? Bolasi yibdi. Amringizga muntazirman bu qizim. Lekin men sen amringga muntazir emasman. Men shu sham chiroqni quliman. Jamshid jo'ramga o'xshaykansan-da, u ham haligi qo'lida. Sizni Luboy 3 ta tilagingizni bajaraman. Birinchi shartim Luboy dedingiz-ku, ne birinchi shartim rozi bo'lmayapsiz? Uni iloji yo'q, bo'g'irsog'im. Mayli, o shart emas. Iltimos deyapman. Iltimos bo'lsa iloji yo'q. Agar qarang, birinchi shart o'zgartiramiz agar. Mana men shivamni Toshkent shiva o'zgartirib berasiz. Vat qilib. Boyagi shartingizni o'ylab ko'rsam bo'ladimi? Jinasini ko'rsa hech bilan alaj yo'q ekanda. Boya chiqqan vaqt agar Luboy narsa demasi kerak edi. Menga bitta Malibu 2. Xo'p, bolam.
Yextani! Endi bor-ku, ikkinchi shartim menga Toshkent sentridan sifatli, dahshat, zo'r uy bo'lsin. Shu 3-shartingiz meni ozod qiling. O'shanda bir umr sizniki bo'laman. Yani bir umr meniki deydi, hamma narsasi ichida, to'g'rimi? Mayli, 3-shartim siz ozodsiz. Rahmat. Aka rahmat, meni qutqardingiz. Mana shu shamchiroqda ichida 81 ming yildan beri yashayman. Meni qutqardingiz aka, rahmat. Birinchi shart sizdan so'raman men. Ammo jim bo'lgandan keyin menda so'raysan-da. Zavq tekshirsin, bo'pti, rahmat. Brat, boyagi birinchi shart ikkovimiz o'rtamizda qolsin. Ash qizlar toza jonimga tegdi. Mendan nima o'g'laysizlar? Atrofga qarasam, mendan ham chiroyli bolalar bor-ku. Nimaga o'qishga bormayapsiz? Ertaga boraman. Qizlar boy, lopga kutamiz. O'tkirak ertaga ana o'qishga kelasiz. Boraman deyapman-ku. Hop, hurmatli talabalar, TIFT universitetimizni yangi yillari bilan tanishtirib o'taman. Tushunarligi? Ota. Restoranga boraman. Mashinada aylantirib kelardi. Menim shu yelkani g'ururimdan kech qizlar sovib jursam bo'ladi. Lekin ana shazat qo'sha oplas emasman-da. Chiroyli bo'l, jonimga tegib ketdi shu. Kimsan? Murod Po'ytirman. Qo'lingdan nima ish keladi? Sallari Afsun yordamida yengaman. Qanaqa Afsuni? Bitta kellaring. Borxon? Expecto Patronus. Bunaqa afsonlaring bilan men yenga olmaysan. Unda boshqa Afsunim ko'rsataman. Expecto bo'g'oz bo'l. Ebi, nima qilding buni? Bo'g'oz bo'lding. Menga afsuning o'tmaydi sani. O'tadi senga ham Afsunim. Qani ko'raylikchi? Expecto Cotanus. Ko'rdingmi afsuning menga o'tmadi. O'tdi senga Afsunim. Nima qilding? Mahallada noming chiqib ketdi. Ko't degan. Nima? Voy jonni ko't. Qalaysan?